Tungi fonda zanglab ketishiga asosiy sabab nimaligini bilardingiz aziz do'stlar. Qishki kunida ko'p xonadonlarga pechkalar quriladi. Pechkalar qurilgandan so'ng mo'rlarni mana shunday qilib yonboshlaridan teshib chiqarib qo'yiladi. Bu teshib chiqarilgan mo'rlar tungi fonga yaqin bo'lgani tufayli pechkadan chiqayotgan zaharli gaz, tutunlar tungi fonda zanglab ketishiga asosan sabab bo'ladi. Bu tomonlarni ko'rib turibsizlar, bir xil tunuka fon qilingan, lekin bu tomonlari hech qanaqa zanglamagan, kачествосini yo'qotmasdan zo'r bo'lib turibdi. Do'stlar, asosiy sabab tunuka fonni zanglashiga, mo'rdan chiqayotgan zaharli gazlarni zanglab ketishiga sabab bo'ladi. Yana bir obyektimizni hozir bu sizlar bilan borib ko'rsatamiz. Bu obyektimizda shunaqa bo'lib, tunuka fonlar zanglab ketgan. Do'stlar, mana bu xonadonimizda ham tunuka fonlarimiz zanglab ketmoqda. Sababi mana ichkidan chiqarilayotgan mo'rlar mana shu tutun tegani uchun zanglab ketadi. Mana ularga buni tushunib yetib, mo'rlarni yopib tashlashmoqda. Do'stlar, sizlar ham xuddi shunaqa xatolarni qilmanglar. Bunaqa mo'rlarni devorlardan chiqarib, tunuka fonga yaqin joylarga o'rnatmanglar. Tunuka fonlar zanglab ketishi mumkin. Bu tomonlar ham mana bir xil tunukada bo'lgan, ammo lekin zanglamayapti.